Bu gaplarim oilali ayollar uchun. Hurmatli ayollar, turmush o'rtog'ingiz sizlarga yetarlicha vaqt ajrata olmayotgan bo'lsa, yetarlicha mehr bera olmayotgan bo'lsa, ko'p asabiylashayotgan bo'lsa, unga ayolga qanaqa munosabatda bo'lish kerakligini o'rgatmaydi. Chunki sizlarning eringlar ayoliga qanaqa munosabatda bo'lish kerakligini juda ham yaxshi biladi. Bilasizlarmi, haqiqiy erkak 24/7 faqat oilasi to'g'risida o'ylaydi. Farzandlarning kelajagi to'g'risida, farzandlarni yaxshi joyda o'qitish to'g'risida, ro'zg'orini chiroyli qilib but qilib qo'yish to'g'risida va hokazo faqat erkaklar shunaqa narsalar to'g'risida o'ylaydi. Shunaqa payt aynan shu holatga tushadi. Unaqa paytda sizlar adasi, men sizga ishonaman, sizni qo'lingizdan keladi, siz uddalisiz, siz kuchlisiz degan gaplar bilan motivatsiya berishinglar kerak. Bilasizlarmi, unaqa paytda eringlar devorni buza olmayotgan bo'lsa, sizlarning gapinglar yordamida tog'ni buzib o'tib ketishga tayyor bo'ladi. Chunki oilali erkakga eng zo'r motivator bu uni turmush o'rtog'i bo'ladi. Bekorga aytilmagan, haqqani kuchli erkakning orqasida kuchli ayol turibdi deb. Agar sizlar xuddi shunaqa gaplar bilan chiroyli qilib uni kutib olsanglar, chiroyli qilib ishga kuzatsanglar, xudo xolasa tez orada eringlarning ishi ham zo'r bo'lib ketadi, zo'r natijalarga erishadi, sizlarga bo'lgan mehr muhabbati yanada kuchayadi. Siz aniq baxtli ayol bo'lasiz. Xudo xolasa sizlarning oilangizga hammani havasi keladi.